Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man vala hamma ba'd. Xo'p, Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab darslarimizni davom ettiramiz. Bugun ikkinchi dars arab harflarini o'rganish darslarida edik. Xo'p, kechagi darsimizda arab harflaridan o'zidan keyingi harfga qo'l bermaydigan 6 ta harf bilan tanishdik. Xo'p, inshaalloh bu harflar sizlarga yod bo'ldi degan umiddaman. Endi bugun qolgan 22 ta harfdan 11 ta 12 tasi bilan tanishamiz inshaalloh. Xo'p, demak birinchi harfimiz, tanishadigan harfimiz bu ba harfi. Alifdan keyin keladigan ba harfi mana. Demak, ko'rib turganingiz bu sal qilaylik. Bu demak alohida ko'rinishi. Ba harfini. Bu so'zni boshida, so'zni o'rtasida mana sal noto'g'ri ekan, qo'lda chizib qo'ydim. Rasmda sal bo'lmagan ekan va bu so'z oxirida. Xo'p. Bu qanday yoziladi desa, xo'p, qaraymiz. Mana chiziq bo'lsa, chiziqni ustida oddiy. Mana kemachaga o'xshaydi, qarang. Bolachalarga shuni tushuntirilardi. Mana. Xuddi kemacha. Ana. Xo'p, bu demak alohida ko'rinishi. So'zi boshida mana shu kemachamizni bu tomonini olib tashlaymizda, chunki ulanishi kerak-ku. Bu tomonini olib tashlab, bamutini o'zi qoladi mana. Qarang. Va nuqtachasi ham sal beriroqqa surib qo'yamiz. Keyin qanaqadir so'z bog'lanib ketadi. Bismillahdan ishdan keyin s keladi mana. Hali mushafdan ko'rsataman inshaalloh. Ana ishda mana bu b harfi bo'ladi. Endi men bu qora chizyapti desam boshqa nimadan yozgan ekanman. Xo'p. Endi o'rtada kelganda mana. O'rtada kelganda, xo'p, bu kelyotdi mana. U demak boshdagi holat edi. Bu yoqdan qanaqadir harfga bog'langan mana. Juda ham sodda inshaalloh. Va oxirida kelganda de keldi mana bunday qilib, xuddi alohida boshdagi ko'rinishga o'xshab tugidi, faqat bu yoqda qo'li qaysidir harfga bog'lanadi. Mana nima chizig'i masalan. Xo'p. Endi keyingi harfimiz ham shu b ni o'rtog'i, ko'rinishda xuddiki b ga o'xshaydi, faqat nuqtasi tepada. Mana. Chizig'imiz bo'lsa, b ni mana bunaqa qilib o'rgangandik. Buni nuqtasi tepada. Shu ikkita nuqta tepaga qo'yib qo'ysak, voy, smaylikcha bo'lib qoldi. Mana shu t harfimiz, ta. Alif, ba, ta degi ta mana shu bo'ladi. Mana. Yaxshilab tanishib olinglar. Xo'p, endi buni ham xuddiki boshdagi ko'rinishi, xuddi b ni boshdagi ko'rinishiga o'xshagan bo'ladi-da, mana ikkita nuqta tepa qismida bo'ladi. O'rtadagi ko'rinishi ham xuddi shu b ga o'xshaydi. b ni bu yoqqa nuqtasini qo'ygandik, t da tepaga nuqta qo'yamiz. Va oxiridagi ko'rinishi ham xuddiki b ga o'xshab ketadi mana. Chizig'imizni tortib qo'yamiz. Mana. Bu t harfi edi. Alif ba ta. Va keyingi harfimiz sa harfi. Alif ba ta sa degi mana sa harfi. Bu ham xuddi shu yuqoridagi o'rtoqlarini sherigi, bu ham nuqta bilan sheriklardan farq qiladi. Doq qilib tagiga nuqta qo'ysak ba bo'ladi. Tepasiga ikkita nuqta qo'ysak ta bo'ladi. Ana shu ikkita nuqtani yana bittaga ko'paytirib 3 ta nuqta qo'yib qo'ysak sa harfi bo'ladi. Qarang, sa harfimiz. Xo'p, demak buni ham boshdagi ko'rinishi mana rasmda ham ko'rib turibsizlar. Demak, xuddi ta ga o'xshaydi, faqat nuqtasi 3 ta sa. Va mana shu sa bu yog'idan ham bog'langanda, mana ikkita nuqta bo'lsa bu ta bo'ladi. Shunga ham bitta nuqta qo'yib qo'ysak sa bo'ladi. Mana hamtana qo'li bog'langan mana. Bu yog'idan ham bog'langan, mana shu 3 ta harf. Bu mana bu yog'idan bog'langan. Bu mana hamtadan bog'langan mana. Tugagan mana shunday kelib bunday tugagan. Ikkita nuqta bo'lganda t bo'ladi. Shu nuqtalarni bitta ko'paytirib sa bo'ladi. Bu ham chiziqda ustida yoziladi sheriklariga o'xshab mana. Xo'p. Endi mana shu 3 ta harfni mushafdan ko'ramiz inshaalloh. Xo'p. Bu Naziat surasi. Bu 3 ta harfni o'rganishga shu surani tanladik mana. Demak, mana bismillah deb oyatgani mana qarang, mana bu chiqib turibdi. Endi chiroyli bo'lishni qilib narsa qilib yozishga mana bitta mana
Mana shu pastda mana B harfi. Mana pastda nuqtasi bor. Shundan ajratib olasiz. Hop. Mana kelyotdi mana qayiqchaga o'xshagan harfimiz. Tepada ikkita nuqta harfi bo'lsa biz nima derdik buni? T harfimiz mana. T qilib yozib qo'yamiz tepasiga. Hop. Keldi yana T keldi mana faqat bu nima? Oxirida ko'rinishi. Mana sezasizmi? Bu yoqdan bog'langan. Oxirida ko'rinishi mana T harfimiz. Hop. Mana B harfimiz o'rtada kelish holati mana B harfimiz. Mana T yana oxirida kelishi. Mana B yana o'rtada kelishi. Qarang, mana ulanib mana bunday bu yoqqa ulanganda o'rtada nuqtachasi bor. Xo'p. Mana yana B harfi, T harfimiz, B harfimiz. Mana B boshida kelishi bilan e'tibor bering, qarang mana. Yozib keldi. Mana D, buni o'tgan safar o'tgandik. D o'zidan keyingi qo'l bermadi. O'zidan keyin qanaqadir mana bunaqa narsa boshlanyapti mana. Ham ko'rsam tushunadi. Bunday qilib R nimday R davom etib ketyapti mana. Mana shu bitta nuqta qo'yib qo'ygan. Mana demak bu B ekan, bunisi R ekan mana. B R mana. Qarang mana bu B, bunisi R. Undan keyin mana T harfimiz kelyapti. Undan keyin mana alif kelyapti kecha o'tgan. Qarang, hammasi bir-biriga yonma-yon kelgan ekan. Mana T so'zi boshida kelishi mana qarang. Xuddi B mana bitta B yozildi mana. Tepasiga shuni ikkita nuqta qo'yib qo'yganimizda T bo'lardi mana. Qarang, T. Xo'p. Endi mana T harfimiz. Ko'rinyaptimikin bu? Mana, agar chekkasi ko'rinmayotgan bo'lsa, mana bu ikkita T harfi, 3 ta harf yonma-yon turibdi ekan o'zi. Mana B harfimiz, mana T harfi o'rtada kelishi, mana T harfi boshida kelishi. Naziat surasini ko'ramiz, ochib ko'rsanglar bo'ladi inshaalloh o'zingizlar ham. Xo'p, mana B alohida kelishi, mana qarang. B alohida kelishi. Mana B so'zi boshida kelishi mana. B. Mana so'zi boshida kelyapti. Xo'p, demak menimcha inshaalloh tushunarli bo'ldi. O'zingizlar ham mushafdan qarab, yaxshilab ko'rib olasizlar. Aytganimdek, tushunmasanglar so'ranglar inshaalloh. Xo'p, muhimi yaxshilab tanib olsanglar bo'ldi inshaalloh. Hali o'qish jarayonida bu aytishingiz mumkin, xo'p, biz o'rganib ketyapmiz, tushunib oldik. Nima bu esimizdan chiqib ketyapti-yu desiz, inshaalloh o'qish jarayonida ko'p o'qishlik bilan bu narsa yod bo'ladi. Buni boshqacha bir qanaqadir sekretniy usullari yo'q. Illo ko'p o'qiysiz, bitta xato qilasiz, ikkita xato qilasiz, inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi keyin. Xo'p, keyingi harflar ketma-ketligi bilan tanishamiz endi. Xo'p, bismillah. Keyingi harfimiz jim. Jim harfi hozir. Xo'p. Mana. Bu jim harfimiz mana demak boshda alohida ko'rinishi bu shaklda ekan. Mana chiziq tasavvur qilsak, mana shu chiziqni tepasida kallasi bo'ladi, qorinchasi pastga tushadi. Mana. Ko'rdingizmi? Mana shu jim bo'ladi. Qorinchasida nuqtachasi bor. Mana. Mana bu jim harfi. Endi mana shu jim harfimiz bu alohida ko'rinish edi. So'zi boshida kelganda qorinchasini tashlavoramiz. Qorinchasini tashlavoramiz-da, endi so'zi odamlarning boshiga tushib olish uchun, so'zi boshiga tushib olish uchun qorinchasi uni og'irlik qiladi-da, qorinni tashiydi endi. Tashiydi-da, mana shu kallasini o'zi qoladi, mana qarang. Kallasini o'zi qoladi-da, mana shu jim bo'lib keyin qanaqadir harfga ulanib ketadi mana shu yerda. Mana qarang, mana shu yerdagi mana bu jimni, kallasini o'zini qoldiryapmiz-da, kallachasini. Va qorinni tashlayoryapmiz. Nuqtasini ham qoldiryapmiz mana. Nuqtasi farq qilish uchun. Ko'rasizmi? Mana. Kallasini o'zini qoldiryapmiz-da, keyin bu yog'idan qanaqadir, masalan, vovga ulanib ketsa, mana bunday ulanib ketadi. Misol uchun. Xo'p, endi so'z o'rtasida kelganda ham endi ma'lum bo'ldi. Mana masalan, bunday qilib bu kallasini o'zi bo'lumida mamtamda ulab qo'ysak, mana so'zning o'rtasidagi holat. Bu yoqdan kelgan, bu yoqdan bo'lgan. Masalan, bu yoqda boya qaysi harfni o'rgandik? B ni o'rgandikmi? Mana B ni qo'shib qo'yaylik masalan. Mana B, mana J, mana oxirida V qo'yaylik masalan. Bunaqa so'z menimcha arab tilida yo'q bo'lsa kerak. Allohu alam. Mana BJV bo'ldi.
Qarang. Demak, tushunarli bo'ladi. Bu so'zni o'rtasida kelishi. Va oxirida kelishi xuddi boshda kelishiga va alohida ko'rinishga o'xshaydi. Oxirida endi sudrab yurishadi deb qorinchasini o'ziga qaytarib olyapti mana. Hop, bunday keldida, mana o'sha qorinchasini yana qaytarib joyiga qo'yadi. Bu yerdan faqat ulangan. O'zidan oldin kelayotgan harflarga ulanmagan. Hop. Endi keyingisi buni she'riga bu yoqda ekan. Ha harfi. Ha. Hop. Buni ham ko'rinishi xuddi jimmi o'zi qarasangiz, faqat mana bitta nuqtachasi yo'q. Mana shu kimda nuqtacha qo'yib qo'ysangiz jim bo'ladi. Shu nuqtacha yo'q bo'lsa, ha bo'ladi. Hop. Mayli, buni ham yana bir marta yozib beraman. Demak, mana bu o'z holati deydi. So'z boshida kelganda bunday bo'ldi. Kallasini o'zini oldik. O'rtada kelganda xuddi shu. Bu yog'iga ham ulab qo'ydik. Va so'z oxirida kelganda yana o'sha o'zining qorinchasini qaytarib oldi mana. Mana shu ha harfi bo'ldi. U jim edi, bu ha. Xo'p, arab tilida 3 xil bizda hayimiz bor. 3 xil h harfimiz bor arab tilida. Bular qanaqa desa hozir tushunishinglar uchun aytaman. Bittasi uchalasi ham tomoqda chiqadi, bittasi yengil hech qanaqa to'siqqa uchramasdan chiqayotganga o'xshaydi. H harfi o'z aslida uchraydi. Yumshoq demoqchiman, ya'ni ana nafasingizni deb chiqarib yorasiz, o'shanga o'xshagan harf. Uni o'tmadik hali. Va ikkinchisi mana bu o'rganayotganimiz o'rta h. Bu h harfi shu tomoqda o'rtaroqdan chiqadi. H harfi. Va tomoqda eng yuqorisidan 3-himiz chiqadi. Bu xo harfi. Xo. Mana bu biz o'rganadigan keyingi harf. Mana bu xo harfi. Boyagi o'rganganimiz h harfi edi. Bu xo harfi. Nima farq qiladi desa, bittasini nuqtasi yo'q, bittasini tepasida nuqtasi bor. Tepasida nuqtasi bor nima ekan? Xo harfi ekan. Xo'p. Demak, bu ham xuddi o'sha h ni o'zi ko'rinishida, faqat nuqtasi bor tepada. Mana ham tepasiga nuqta qo'yib qo'ysak, xo bo'ladi. Pastga nuqta qo'ysak, jim bo'ladi. Nuqta qo'ymasak, ha bo'ladi. Xo'p. Demak, bu so'zi boshda kelishi, so'zi o'rtasida kelishi va so'zni oxirida kelishi. Mana jim qilib qo'yaman mana. Xo. Mana xo. Hop. Ana o'chiramiz mana. Xo'p, demak tushunarli bo'ldi mana. Endi mana shu jim, ha va xo harflarimizni mushafdan qarab ko'ramiz. Xo'p, mana bismillah. Mushafni ochib oldik. Xo'p, bunday qarab kelsak, mana bitta h harfimizni, o'rtacha h harfimizni so'zni o'rtasida kelish tasvirlangan ekan. Mana qarang. Mana o'sha h harfimiz mana bu yoqdan ulangan. Mana bu yoqdan ham ulangan. Keyingi t harfiga bu yoqdan b harfiga ulangan va o'rtada o'zi kelishi. Va mana o'sha h harfimizni so'zni o'rtasida kelishi, bu ham o'zidan keyin alifga ulangan. Qarang, o'zidan keyin alifga ulangan. Mana bu h harfimiz bo'lib turibdi. Xo'p. Kelyapmiz. Mana bitta j harfimiz bor ekan, mana. So'zni boshida kelishi, chunki o'zidan oldingiga ulanmagan mana. J o'zidan keyingi harfga ulangan mana. Pastda nuqtasi bor j. Mana yana j. Xuddi shunaqa holatda mana. Qarang. Xuddi h ga o'xshaydi, faqat pastda nuqtasi bor. Xo'p, xo ham bormikan? Mana yana j. Hop. Mana xo. Mashalloh, hamma harfimiz mana shu yerda bor ekan, mana xo. Qay tepasiga nuqta qo'yib qo'yganmiz. Boshda kelishi. Mana o'rtada kelishini ko'rdinglar, so'zi boshda kelishini ko'rdinglar. Alohida ko'rinishi qoldi faqat. Alohida ko'rinishi ham inshaalloh Falah surasida keladi. Falah surasi dedimmi? Falaq dedim. Xo'p. Falaqda xo'p, mana bitta xo bor ekan. Xo'p, mana bu ham ha harfimiz mana. Xo'p, inshaalloh keladi, oxirida ko'rinishi ham keladi. Nima bilan adashtirdim Falaq surasini? Xo'p.
Keyingi harflar ketma-ketligini o'rganamiz. Demak, bu harflarni o'rganib oldik. Menimcha muammo yo'q. Yana eslatma. Qaraysiz mushafdan, ko'rasiz, ko'zingizni pishirib olasiz. Inshaalloh kitob o'qish jarayonida yana ham yaxshi pishib ketadi inshaalloh. Xo'p, keyingi harfimiz. Xo'p, bismillah. Keyingisi mana sin harfiga yetib keldik. Xo'p, juda ham chiroyli harf bu ham. Xo'p, mana chizig'imiz bo'lsa, sin harfimiz 3 ta mana bunaqa nimasi borda, keyin bundoq qorinchasi bor buni ham. Mana bu so'zda alohida kelishi. Mana 3 ta bunaqasidagi qorinchasi. Keyin so'zni boshida kelsa, o'sha qorinchasini tashlab yuboramizda, deb qilib ham qanaqadir harf ulaymiz. Agar mana shu masalan vov dulasak, bunday bo'ladi. yoki mana shu so'zni boshiga kelganda s ga bunday qilib roni uraversak, bunday bo'ladi. yoki so'zni chiziqni ustida yoziladigan biror harf ulaylik, masalan singa bunday qilib turib, b harfini ulaversak, bunday bo'ladi. Tushundingizmi? Mana s keldi, keyin qo'l berdi va b mana shunday qo'l bilan tugadi mana. S b bo'ldi. Tushundingizmi? Demak, bu boshda kelish. O'rtada kelishi xuddi shu buyog'iga yana nimadir bo'ladi. Masalan, mana bismillah deb yozaylik, mana b, mana s o'rtada kelishi. Mana b, mana bis, mana s. Mana shu s ni o'rtada kelishi mana. Xo'p, va oxirida kelishi ham o'zini qorinchasini qaytarib oladi. Hoppa, mana bu yoqdan qaysidir harfga bog'langan. Tushundingizmi mana? Xo'p. Keyingi harfimiz shu sinni o'rtog'i shin harfi. Xo'p. Bu ham xuddi shunaqa, faqat nuqtachalari bor. Mana xuddi shu, faqat mana 3 ta nuqtachasi bor. Bu 3 ta nuqtachani uni s ni 3 ta nuqtachasi bilan adashtira olmasligingiz kerak. Xo'p. Mana e'tibor bersanglar, boya aytish yodimdan ketibdi. S ni tushuntirayotganimda, mana bu s edi. Bu sin, bu o'zimizdagi oddiy s deysiz-ku, shunga o'xshab ketadi. Bizda tepada o'tgan mana bu harfimiz bor, bu f. F, chuchuk f. Z ni o'tdik-ku biz, chuchuk z ni. Z ni o'tdik va chuchuk z ni o'tdik. Tilimizni ikkita tishimiz orasiga chiqib qisib chiqaradigan z harfini o'tdik. Xuddi shunaqa bu f, f, f. Tushunarli? F harfi. Qaysi harf ekan? F. Buni hozir biz ko'rinishini maqomimiz f. F. F harfi. Siz mana shu harfda bu darslardan o'z maqsad nima desa, siz mana buni o'rtog'i, mana bu ikkalasi, mana bu shu 4 ta harf, 4 xil ko'rinish, to есть mana shu 4 xil ko'rinish bir xil harfga tegishliligini bilib olishingiz kerak. Tushunarlimi? Mana shu 4 xil ko'rinish f ga tegishli. Faqat f mana shu 4 xil holatdan boshqa holatda kelmas ekan degan narsani tushunib olishingiz kerak. Mana shu h ga tegishli ekan. Mana bunaqa ham bo'lsa h ekan, bunaqa bo'lsa ham h ekan, bunaqa bo'lsa ham h ekan degan narsani tushunib olishingiz kerak. Siz buni hozir adashtirib olishingiz mumkin, buni x deb olishingiz mumkin, buni jim deb olishingiz mumkin, lekin bu muammo emas. Inshaalloh siz mana shu harf, mana shu jimlar, hlar, xlar yoki shularni oilasiga deysizmi, shularni shakliga tegishliligini bilib olsangiz bo'ldi inshaalloh. Hozirgi meni maqsadim shu, bu darslardan, boshlang'ich 3 darsdan. Inshaalloh kitobga tushganimizdan keyin kitobda o'zi u yoqdan aylantirib, bu yoqdan aylantirib inshaalloh miyangizga quyib qo'yadi. Inshaalloh kitobda o'zi. Xo'p, mana bu ham demak s ekan. Yana bizda bitta s'imiz bor, u so'y bo'ladi. Uni inshaalloh sal keyinroq o'tsak kerak. Xo'p, bu s'imizni ko'rinishda sherigi mana sh harfi. Xo'p, bu ham o'sha s ga o'xshab yoziladi, faqat tepasida ikkita 3 ta nuqtachasi bor mana. Xo'p, men tepasiga qilib qo'ydim. Bunday bo'ladi. Mana qorinchasi chiziqni bitta o'chiraylik-da mana. Xo'p. Mana chiziq bo'lsa, qorinchasi chiziqdan pastga tushadi. Ana kallachalari tushmaydi mana bunaqa. Qorinchasinday tushib, bunday chiqadi yana qaytib. Ana bu sh harfi. Sal xuniyroq sh bo'ldi. Endi xafa bo'lmaydi inshaalloh. Xo'p, o'rtada kelishi ham xuddi s ni o'rtada kelishi 3 ta nuqtasi bor va mana bu yoqda ham oxirida demak mana qorinchasini qaytarib oladi. Xo'p, endi s bilan sh harfimizni mushafdan qarab ko'ramiz inshaalloh. Xo'p, mana yana Naziat surasida qaraymiz.
Qarab kelsak, mana bu o'rtada mana qarang. Sh harfini o'rtada kelish holati mana sizga ko'rsatilgan ekan. Mana yana sh harfimiz. Ancha harflar bilan tanishib qoldinglar menimcha. Inshaalloh mana qarang, 3 ta nimasi bor, tepasi 3 ta nuqtasi bor. Mana s harfimiz o'rtada kelishi. Mana. Mana s harfimiz boshida kelishi mana. S boshda kelib, keyin b ga ulanib ketyapti. Qarang, mana shu so'zni biz hammasini o'tdik siz bilan. Harflarni to'g'riroq. Mana demak bu s ekan. Undan keyin kelgan b ekan. Mana s b. Undan keyin h kelgan, undan keyin alif kelgan. Mana. Qarang, s b h alif. Ko'rdingizmi? Mana. Shularni siz уже o'rganib bo'ldingiz inshaalloh. Ko'rinishini albatta. Hop, s mana yana kelyapti. Mana yana s. Mashalloh, juda ham yaxshi kelgan ekan. Xo'p. Menimcha yetarli, ham shay bor ekan bitta. Mana. Oxirida ko'rinishlari kelmadi. Inshaalloh keladi. Xo'p, demak, menimcha tushunarli bo'lyapti. Xo'p, keyingi harflar ketma-ketligimizga o'tamiz. Xo'p, keyingi harfimiz boya yuqorida aytib o'tgan s harfimizning 3-chisi sod harfi. Sod. Sod. Mana buni ko'rinishini ko'ra olamiz. Demak, ko'rinishi mana shunaqa alohida holatda mana bunaqa ekan mana. Sod harfi mana. Sod. Endi buni ham qorinchasi bor. Mana shu qorinchasini nima qiladi? Keyingi harflar kelganda, so'zi boshida kelganda tashlab yuboradi. Mana bunday holatda bo'ladi mana. Sod. Mana qanday chiqarib qo'yadi, davom etib ketadi. Masalan, s'dan keyin b kelsa, b bo'ladi mana. Mana bu sod bo'ladi mana. Yozilishiga yaxshi bir e'tibor bersanglar, qorincha mana bitta kalaja chiqib qolgan. Mana bu narsasi mana shundan ajratib olsanglar bo'ladi. Mana shu sodni nimasi. Undan keyin mana qanaqadir harf bor ulanib ketgan mana. Bo'ladi-da, bitta bunday narsa chiqib, keyin keyingisiga ulanib ketadi. Mana shu sodni boshida kelishi. O'rtada kelishi xuddi shu, faqat bu yog'iga bunday ulangan bo'ladi. Qora desizligiga mana. Sodimda aytsak, bu yog'iga qaysi harfdan keyin kelayotgan bo'ladi. Va oxirida ko'rinishi yana shu qaytarib oladi qorinchasini. Sod ketadi. Mana. Chiziq. Qaytgadir bog'langan. Menimcha tushunarli inshaalloh. Bu sod harfi. Xo'p. Endi mana bod harfi bilan tanishamiz. Bu sizlar bilan d harfini o'tdik birinchi darsimizda. D. Oddiy d qilib o'rgangandik. Bu bod harfi. Bod. Bular mahrajlari bilan inshaalloh yaxshilab tanishib olamiz. Bu demak bod harfi ekan. Yozilishi sodga o'xshab ketar ekan. Sod. Undoq bo'lsa, shuni tepasiga bitta nuqta qo'yib qo'ysak, bod bo'lar ekan. Fotiha surasida valaddallin deganda mana shu d ni talaffuz qilgan bo'lasiz. Mana bog' harfi ekan. Demak, bularni yana alohida chizib o'tirishim shart emas. Menimcha tushunarli bo'ldi. Bu ham xuddi mana sodga o'xshab deb qilib balki nuqta qo'yilib, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida o'zining qorinchasini qaytarib oladi. Xo'p, endi bularni ham mushafdan ko'ramiz. Inshaalloh. Xo'p. Demak, Fotiha surasidan ko'ramiz sod harfimizni. Xo'p. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu yerda sod harfi kelyapti mana. Mana si bo'lib kelyapti. Mana bu ham so'z boshida ko'rinishi mana qarang. Xo'p. Bod harfimiz ham bor mana. So'z o'rtasida kelishi. Mana qarang, dot tepasida nuqtasi bor. Mana yana do. Xo'p. Menimcha tushunarli bo'ldi inshaalloh. Yana ikkita harfimiz qoldi bir-biriga o'xshash. Harflarni ham o'rganib qo'yamiz. To harfimiz ko'rinishdan juda ham bir xilga o'xshaydi. Mana demak chiziq bo'lsa, bu demak qorinchasi bilan alifga o'xshagan tayoqchasi bor. Bu demak alohida ko'rinishi. So'z boshida kelgandan keyin mana shu tayoqchasida ham
qo'lcha chiqaradi keyingi harf bilan, masalan vov bilan bog'lanadi, masalan mana. Ha? O'zidan oldin qanaqadir so'z kelsa, mana shu yerda bu yog'idan bog'lanadi. Oxirida ham bu yog'i bo'lmay, bu yog'ida mana bog'lanadi. Xo'p. Keyingi harfimiz shu toyimizning o'rtog'i ko'rinishda vo harfi. Xo'p. Z harfini o'tdik sizlar bilan oddiy z, mana uchala z ni men sizga chizib beraman. Demak, chiziqdan bundoq qilib pastga tushirib bundoq qilsak, bu oddiy z bo'ladi. Chiziq tepasida dal harfiga o'xshash tepasida nuqtasi bor. Chuchuk z harfimiz bo'ladi. Va endi mana bu 3-zimizni o'rganyapmiz. Mana demak, bu vo harfi ekan. Mana vo. Faqat zda tilimizni nima qilib chiqaruvdik-ku? Sizlar gapiradi deb z qilib chuchuk qilib chiqargandik. Shunga o'xshab ketadi, faqat og'zimizni yo'g'on qilib vo chiqaramiz. Inshaalloh. Xo'p, demak ko'rinishlari mana qarang, bir xil deyam, mana bu alohida ko'rinishi, mana bu yerda demak qo'l beryapti. Ham ikkita tomondan qo'l olgan mana va oxirida mana. Xo'p, shu bilan demak bugungi harflarimiz tugadi. Mana shu to bilan zoni mushafdan qarab qo'yamiz va ikkinchi darsimiz o'z nihoyasiga yetadi. Harflarni tanish bo'yicha. Xo'p, uyga vazifa demak, qaraysizlar mushafdan hamma harflarni o'zingizlar birsidir ko'rib chiqasizlar va bularni hammasini daftarga yozib konspekt qilasizlar. Xo'p, demak, mana to harfimiz ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana yana to harfimiz bugun o'tgan. Mana shu nuqtasi bo'lsa zo bo'ladi. Zo harfi juda bir kamyob harflardan. Xo'p, bu yerda kelmagan ekan, inshaalloh mana shu tepasida nuqtasi bo'lsa zo bo'ladi, nuqtasi yo'q bo'lsa to bo'ladi. Demak, ko'rinishini eslab qoldinglar. Mana shu holatda keladi. Buni bir chalg'itib olish qiyin, chunki aytganimdek, nimada ham bo'ya rasmda ham ko'rindi. Bu yog'idan bog'lanadi bo'ldi. Bunaqa bir shakli bir o'zgarib ketmaydi. Aslan. Xo'p. Bugungi darsimiz shu bilan tugaydi. Demak, uyga vazifani yana qaytarib o'taman. Yozasizlar. Konspekt ajoyib chiqdi. Konspekt emas. Mana shu harflarning hammasini chiroyli qilib, demak 12 ta harf o'tdik Alloh alam sizlar bilan. Mana shu 12 ta harfning hammasini 4 qatordan qilib, chiroyli qilib, har bitta demak birinchi ko'rinishi, so'z boshida ko'rinishi, o'rtasida ko'rinishi va oxirida ko'rinishi qilib, daftarga yozib, chiroyli qilib guruhga tashlab qo'yasizlar va ikkinchi vazifa shu Qur'ondan yana qarab, amma borasidagi umuman Qur'onni har qayerdan o'zingizga qulay qilib ochib harflarni qidirasiz. Bu o'zingiz uchun foydali. Inshaalloh masalani bajarib qo'yasizlar. Subhanakallohumma hamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.